Endi Toshkentdan Xorazmga yoki Qadimvohadan Azim poytaxtga borish vaqti deyarli 2 barobarga qisqardi. Bu imkoniyatni Jaloliddin Manguberdi tez yurar poyezdi berdi. Bugun masofalar qisqardi, biroq uning eng katta natijasi kilometrlar emas, balki odamlar, hududlar va imkoniyatlar bir-biriga yanada yaqinlashmoqda. Olimboy ota, hozir biz turgan joy bundan 10 yil oldin tep-tekis joy edi. Na bir bino, na vokzal bor edi. Bugun esa mana ko'rib xursand bo'ladi kishi, bahridil ochiladi. Haqiqatan ham 10 yil oldin bu yerlar tep-tekis joylar edi. Prezidentimizning tashabbuslari bilan bu yerda Xivada mana hashamatli vokzal binosi bunyod bo'ldi. Mana turar joylar, mehmonxonalar, ro'para to'g'ri Xiva shahrini Ichanqal'a bilan bog'laydigan mana yo'lakchalar paydo bo'lib, Xivani cho'rchiga yana ham cho'rik qo'shildi haqiqatan ham. Mana yurtimizga tez yurar poyezdi ham kelib, butun xivaliklarning quvonchiga, shodligiga shodlik qo'shdi. Oldinlari haqiqatan ham biz uzoq manzillarga borish uchun, boshqa viloyatlarga borish uchun Urganchga borib, Urganchga bir kun, 2 kun oldin bilet olib, bilet ololmasdan ham qaytib kelib yurgan paytlarimiz bo'lgan. Ketish uchun kamida 2 kun, 3 kunlab yurganmiz. Uzoq masofalarga, masalan, meni o'zim 1975-80 yillarda Samarqand davlat arxitektura qurilishi institutida ta'lim olganman. Shu paytlari hattoki poyezdlarga bilet topolmasdan 2 kunlab, 1 kunlab bora olmasdan yurganmiz. 2018-yilda Xivamizga temir yo'l kelib, poyezd qatnovi yo'lga qo'yildi. Bu yil esa bizlar xivaliklar hayotida yana ham quvonarli voqea sodir bo'ldi. Joriy yilning 5-maydan Jaloliddin Manguberdi nomidagi tez yurar poyezdi ishga tushdi. Bu esa butun xivaliklarni shodlikka shodlik qo'shdi. Haqiqatan ham bu poyezd ishga tushgandan keyin Toshkentga 7,5 soatda borish imkoniyati tug'ildi. Buxoro viloyatiga 6 soatda borarlardi oldin. Hozir 2,5 soatda Buxoroda bo'ladi. Bu turistlar oqimini ham yanada yaxshiladi. Nima uchun deganda, Samarqanddan mingan turist Buxoroni ham, Xivani ham qisqa muddatlarda ko'rib chiqish imkoniyati tug'ilib bormoqda. Bu tez yurar poyezd nafaqat xorijiy sayyohlar oqimini ko'paytiradi, balki ichki turizmga ham turtki bergan holda o'zimiz ham 7:20 da minsak, 9:30 o'nlarda Buxoroda bo'lamiz. Ertasi yana qaytib kelish imkoniyatimiz tug'iladi. Buxoro va samarqandliklar uchun ham xuddi shunday bizday qulayliklar, imkoniyatlarga ega bo'ladilar. Transport infratuzilmasidagi bunday yangilanishlar o'z navbatida hududga tashrif buyuruvchilar sonining ham oshishiga munosib hissa qo'shmoqda. Birgina may oyida Xiva shahriga tashrif buyurgan mahalliy va xorijiy sayyohlar salmog'i oshgani ham buni ko'rsatib turibdi. Masalan, shu davrda 560 ming nafardan ortiq xorijiy, 2 milliondan ziyod mahalliy sayyoh Xorazmda bo'lgan. Tabiiyki, ularning ko'pchilik qismi Toshkent, Samarqand, Buxoro singari shaharlardan Xivaga kelish yoki bu yerdan yuqoridagi hududlarga yetib olish uchun samolyot, poyezd, avtobus singari transport vositalari, xususan tez yurar poyezddan foydalanishgan. Biz O'zbekistonga tashrif buyurishni juda uzoq rejalashtirgan edik. Internetda yurtingiz haqida ko'p ma'lumot ko'rdik, chunki bu yo'nalish turizmda tobora ommalashmoqda. Natija kutganimizdan ham ziyoda bo'lganidan xursandmiz. Ilgari odamlar O'zbekistonga bunchalik ko'p kelishmasdi. Hozir esa mamlakatga boshqacha nigoh bilan qaralmoqda. O'zbekiston transport qulayliklari hamda ochiq ko'ngil va mehribon xalqi bilan bizni hayratda qoldirdi. Bu millat haqida avval hech narsa bilmasdim, lekin xalqning samimiyligi meni juda ajablantirdi. Xiva O'zbekistonning Toshkent, Samarqand va Buxoro kabi yirik shaharlardan biroz uzoqda joylashgan. Ammo internetdagi go'zal suratlarni ko'rganimizda, yo'q, biz baribir Xivaga borishimiz shart deb qaror qildik va bundan aslo afsuslanmadik. Kecha sotib olgan chiptamizning 2 kun davomida amal qilishi juda qulay bo'ldi. Butun kompleksni bemalol aylanishga imkon berdi. Kecha kun bo'yi shu yerda sayr qildik. Bugun esa restoranda joy band qildik. U
yerda quyosh botishini kutib olamiz. Biz juda xursandmiz. Biz nafaqat shahar, balki madaniyat va odamlardan ham chuqur taassurot oldik. Mehmondo'stligingiz uchun katta rahmat. Sayohatdan juda mamnunmiz. Xivaga Samarqanddan chipta olishga qaror qilganimizda biz shu reysdagi deyarli oxirgi chiptalarni olgan ekanmiz va bu eng yaxshi tanlovimiz bo'ldi. Xivaga aynan poyezdda kelishni tanlaganimizga sabab uning tezyurar poyezd ekanligi haqidagi reklamani ko'rganimiz edi va bu bizga juda ma'qul keldi. Natija barcha kutganlarimizdan ham ortib tushdi. Xizmat ko'rsatish darajasi a'lo darajada edi. Bir necha tilda ma'lumot berilishi sayohatimizni ancha yengillashtirdi. Biz nafaqat poyezd xodimlari, balki boshqa sayohatchilar bilan ham taassurotlarimiz bilan o'rtoqlashdik. Reklamada va'da qilingan barcha narsalar haqiqatga mos keldi. O'zbekiston bo'ylab hech qanday muammosiz sayohat qilish imkoniyatini yaratib berganingiz uchun barchangizga minnatdorchilik bildiramiz. Вас всех за то, что есть такая возможность путешествовать по Узбекистану без проблем. Diverse zone, insomma, tramite il treno, il primo e anche il secondo. Sayohatimiz juda yoqimli va qiziqarli kechdi. Poyezdda sayohat qilib turli hududlarni tomosha qilish, atrofdagi manzaralarni boshqacha rakursdan kuzatish imkoniyati bizni hayratga soldi va o'ziga rom etdi. Xuddi hozir mana bu go'zal shahar bizni maftun etayotgani kabi. Biz bu yerga kelganimizga hali ko'p bo'lmagan bo'lsa-da, aql bovar qilmas tuyg'ularni boshdan kechirmoqdamiz. Balki tashqaridan sezilmas, ammo bu yerda ketma-ket joylashgan tarixiy obidalar, madrasalar va masjidlar bor. Ular butun dunyodan kelayotgan sayyohlarni o'ziga tortadi. Biz esa shu muhitga sho'ng'ib, bu joydan imkon qadar to'liqroq zavq olishga harakat qilyapmiz. Fikrimni chuqurlashtirish uchun aytishim mumkinki, bu shaharning har bir go'shasi tarixni va madaniyatni o'zida mujassam etgan. Sayohat davomida shunday go'zal manzaralarga guvoh bo'lish sizni umuman boshqa olamga olib ketadi go'yo. Che ci sta dando belle emozioni, bellissime emozioni. We came from Italy by plane. Ha, biz Italiyadan samolyotda keldik va undan oldin o'zimiz O'zbekiston temir yo'llari ilovasidan internet orqali bron qildik. Buni Italiyadagi uyimizdan amalga oshirish juda oson bo'ldi va men odatdagidek kredit karta orqali to'ladim. Bu juda yaxshi va men juda hayratda qoldim, chunki poyezd a'lo darajada edi. U juda chiroyli, toza, keng va o'z vaqtida keladi va biz uchun, italiyaliklar uchun bu yaxshi holat va men juda mamnun bo'ldim. Xizmat uchun va tezligi uchun, chunki Samarqanddan Buxorogacha bor yo'g'i 2 soatcha vaqt ketadi. Buxorodan bu yerga esa 2,5-3 soat. Demak, bu O'zbekiston bo'ylab sayohat qilishning juda qulay usuli. O'zbekistondagi 2 hafta biz uchun haqiqatan ham katta narsa berdi. Ajoyib ta'til bo'ldi va men bu sayohatni hech qachon unutmayman. For us, a beautiful holiday, and I will never forget about this travel. Bugungi taraqqiyotning eng muhim belgilaridan biri ham bu uzoq hududlarni markazga emas, markazni hududlarga yaqinlashtirishdir. Bu esa bevosita qanchadir masofa yoki soatlar, daqiqa va soniyalar bilan bog'liq. Zamonaviy iqtisodiyotda esa eng qimmat resurs neft ham emas, oltin ham emas, aksincha bu vaqt. Mazkur poyezd Toshkent bilan Xorazm o'rtasidagi vaqtni qisqartirgani katta yutuq. Tadbirkor inson vohamizning bir faol ayoli sifatida mana poytaxtga va boshqa shaharlarga tez-tez borishingizga to'g'ri keladi. Oldin qaysi transport vositalaridan foydalangansiz? Bilasizmi, shu 45 yillik mehnat faoliyatim davomida haqiqatan oldinlari masalan poytaxtga borish uchun avtobusdan foydalanadi. Faqat avtobus bor edi. O'sha paytlarda yoki shaxsiy mashinalar bor edi. Biz avtobusda borish uchun 18-20 soatlab vaqtimiz ketar edi. Qulayliklar yo'q edi. Qiyinchiliklari bo'lardi. Yoz kunlari issiq, qish kunlari sovuq, avtobuslarning buzilib qolishlari bor yo'lda. O'sha paytlarda juda qiynalganmiz. Mana bugungi kunga kelib, Urganch shahrimizga, Xiva shahrimizga Jaloliddin Manguberdi tezyurar poyezdini kelishini shunday xursandchilik bilan kutib oldik. Menimcha viloyatimizdagi har bir fuqaro, har bir inson shunday tuyg'u bilan kutib olgan bo'lishi kerak, chunki bu har tomonlama bizga qulayliklarni yaratib berdi. Muhtaram prezidentimiz tomonidan keyingi yillarda inson hayotini yaxshilash uchun, yurtimizning rivojlanishi uchun juda katta islohotlar amalga oshirilmoqda. Mana shu islohotlarni yorqin bir namunasi sifatida Jaloliddin Manguberdi tezyurar poyezdini bizni vohamizga kelishi deb hisoblayman. Chunki bu birinchidan aholini vaqtini tejaydi, 2 barobar vaqtini tejaydi. Bundan tashqari yurtimizga
mana shu sayyohlar kelishini 2 barobar, 3 barobar ko'payishiga hissa qo'shadigan bir islohot bo'ldi-da bu. Biz shuncha qiyinchiliklarni ko'rdik, lekin mana shu farzandlarimiz, nevaralarimiz shunday sharoitlarda o'qishga, yashashga haqli bo'layotganlaridan men xursand bo'laman. Tadbirkor sifatida esa yurtimizni rivojlanishi uchun hissa qo'shadigan mana shunday islohotlarni bo'layotgani men uchun juda ham qadrli. Sayyohlarimiz mana shunday sharoiti bor yurtlarga keladi. Bundan tashqari pulli yo'lni tashkil qilinishi, mana shu sayyohlarimiz uchun yanada qulayliklar yaratilishi uchun, bu esa yurtimizda turizmni rivojlanishi uchun juda katta hissa qo'shadi. 3000 yillarga borib taqaladigan madaniy merosimiz bor, tarixiy merosimiz bor Xorazmning. Madaniy meros bilan yer yuzidagi davlatlardan aholini, sayyohlarni kelib tanishishi, yurtimizni mana shu boy tarixi, yurt osha boshqa ellarga borishi, ular bilan tanishishlari yanada ko'proq sayyohlarni olib kelishga bizga yordam beradi. Bu esa yurtimizni har tomonlama iqtisodiy tomondan, turizmni rivojlanish tomonidan juda katta ahamiyatga ega. Bundan tashqari yo'nalishlar bo'yicha tadbirkorlarning ishini ham rivojlanishiga katta hissa qo'shadi. Yangidan yangi ish o'rinlari, yangidan yangi mehmonxonalar, yangidan yangi ovqatlanish shoxobchalari, bularni barchasini zamirida yurtimizni rivojlanishiga katta hissa qo'shadigan loyihalar deb bilaman. Mana shu 2018-yillardan oldin Xiva shahriga poyezd yurmas edi. Temir yo'l yo'q edi. Sayyohlar ham o'sha paytlarda samolyotda Urganchga kelib, Urganchda tushib, keyin yana avtobuslarda Xivaga borishiga to'g'ri kelar edi. Urganchgacha keladigan poyezdimiz 14 soat, 14,5 soatda kelinar edi. Bu hozirgi mana shu tez yurar poyezdi 2 barobar vaqtni tejayapti. Bu tadbirkorlar uchun juda ham qulay. Har bir fuqaro o'sha poyezdga o'tirib Toshkentgacha boradigan bo'lsa, hech qiynalmasdan ichidagi sharoitlar, qulay sharoitlardan to'la foydalangan holda bemalol yarim kun. Bu degani yarim kunning ichida barcha fuqarolar uchun juda ham vaqtni tejash uchun katta yordam beradigan yangilik bo'ldi. Xiva xuddi o'tmishga ochilgan vaqt darvozasi. 26 gektar maydonni egallagan ushbu majmuada 50 dan ortiq tarixiy obidalar va 250 dan ziyod qadimiy turar joylar bor. Bugun esa Ichanqala majmuasi har qachongidan ham gavjum. Xiva è una città bellissima. Bir necha kundan beri kashf etayotganimiz bu go'zal o'lka bizga juda yorqin taassurotlarni hadya etmoqda. Shahar juda go'zal yodgorliklar va shu vaqtgacha ko'rgan barcha narsalarimiz bizda katta taassurot qoldirdi. Dalle persone e dall'accoglienza. Bellissima città, la storia è interessantissima. Xiva beqiyos shahar. Uning muhtasham obidalari, rang-barangligi, odamlar va bizga ko'rsatilgan mehmondo'stlikdan hayratdamiz. Bu shahar juda go'zal, tarixi esa nihoyatda qiziqarli. Biz hozir 1000 yillik sivilizatsiya beshigidamiz. Bu shahar tashrif buyurish shart bo'lgan eng muhim manzil. Bu bizning sayohatimizdagi oxirgi shahar. Ertaga ertalab esa Italiyaga qaytamiz. City and tomorrow morning go back to Italy. We are traveling around Uzbekistan, me and my mom, and Sayohatimiz paytida men va onam internet orqali O'zbekiston bo'ylab qanday qilib yaxshiroq harakatlanishimizni qidirdik va poyezdlarga to'xtaldik. Tez yurar poyezdlar mavjudligini bilib, Xivadan Buxoroga va Buxorodan Samarqandga chiptalarni aynan ushbu poyezdlar uchun band qilishga qaror qildik. Chiptalarni bron qilish juda oson. O'zbekiston temir yo'llarining ilovasi mavjud bo'lib, bronlash jarayoni juda qulay kechdi. Yana bir yaxshi jihati, ular viza kartalarini qabul qilishadi. Bu esa chiptalarni bevosita internetdan xarid qilishni juda osonlashtiradi va buning uchun temir yo'l vokzaliga borish shart emas. Biz uchun bu haqiqatan juda yaxshi tajriba bo'ldi. to book it. So that was a really good experience for us. Jaloliddin Manguberdi tez yurar poyezdi mamlakatning sharqi va shimoli g'arbini yanada yaqinlashtirdi. Poyezd tezlashgani faqat transportdagi o'zgarish emas, bu odamlarning vaqti, rejasi va imkoniyatlari ham o'zgarganini anglatadi. Bugungi zamonaviy temir yo'l tizimi nafaqat tezlikni, balki qulaylik va xavfsizlikni ham birlashtirmoqda. Bu yo'nalishning eng katta afzalliklaridan biri shundaki, u O'zbekistonning eng mashhur turistik shaharlar o'rtasida yagona transport zanjirini yaratmoqda. Transport rivojlangan joyda esa xizmatlar sohasi ham rivojlanadi. Sayyohlar oqimi ortishi esa yuzlab yangi imkoniyatlarni yaratadi.
So we are happy to be. Men 4 kundan beri turmush o'rtog'im bilan O'zbekistondaman. Biz bu yerda bo'lganimizdan xursandmiz. Dastlab Samarqandda bo'ldik va keyin Buxoroni ziyorat qilib, u yerdan Xivaga ketyapmiz. Bu mening yurtingizga ikkinchi marta kelishim. 2 yil oldin Samarqandga tashrif buyurganman. Lekin bu turmush o'rtog'imning yurtingizga birinchi sayohati. Menimcha, bu juda qulay va bizda bu chiptalar borligidan juda xursandmiz. Bu tezyurar poyezd orqali Buxoro va Xiva orasidagi masofa 3 soat ichida bosib o'tilishi juda zo'r. Yes, it's our first trip to Xorazm, to Xiva, first time in Uzbekistan. Bu bizning Xorazmga, ya'ni Xivaga birinchi safarimiz. Umuman O'zbekistonga birinchi marta kelishimiz. Biz ayniqsa yangi poyezdlarning naqadar chiroyli ko'rinishidan juda hayratda qoldik. Biz buni Toshkent vokzalida ham ko'rgandik. Juda ajoyib. Ha, bu juda ajoyib edi. Juda zamonaviy. 7 ta vagondan iborat poyezdning uzunligi 175 metr. U 389 yo'lovchini sig'dira oladi. Koreya Respublikasida ishlab chiqarilgan Hyundai Rotem poyezdlari Afrosiyobga qaraganda kattaroq va mahalliy iqlimga moslashtirilgan. Ularning maksimal tezligi soatiga 250 km ga yetadi. Shuningdek, elektropoyezdlar yurtimiz iqlim sharoitiga to'liq moslashtirilgan. Ular 50 daraja issiqda va -40 darajagacha sovuqda bemalol harakatlana oladi. 현재 이 열차는 최고 속도 250km에 Hozirda ushbu poyezd maksimal 250 km/soat tezlikda harakatlana oladi va hozirda Xiva stansiyasida joylashgan poyezd jami 365 yo'lovchini sig'dira oladi. Poyezd taxminan 3 oy davomida sinovdan o'tkazildi. O'zbekiston hozirgacha to'g'ridan-to'g'ri eksportni qabul qilgan birinchi mamlakat. Va biz O'zbekistonni tayanch sifatida qo'llab-quvvatlab, Markaziy Osiyo, Yevropa, AQSh yoki Yaqin Sharqqa eksport qilish bo'yicha muzokaralarni davom ettirmoqdamiz. Biz ushbu poyezd uchun yaratilgan infratuzilmani yaxshi darajada deb baholaymiz. 2 yil oldin O'zbekiston va bizning kompaniya hamkorligi yo'lga qo'yilgan. Shu tariqa Koreya va O'zbekiston o'rtasidagi munosabatlar oxirgi yillarda ancha yaqinlashdi va ikkala mamlakat ham Koreyaning texnologik va iqtisodiy qudratini O'zbekistonning ko'plab sayyohlik resurslari bilan birlashtirish orqali O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanishiga hissa qo'shishga intilmoqda va bu amalda o'z samarasini bermoqda. 우즈벡의 경제 발전에 노력하려고 양국이 힘쓰고 있습니다. Mazkur loyiha orqali yana yangi ish o'rinlari yaratildi. Ayniqsa yosh mutaxassislar uchun bu qulay imkoniyat bo'ldi. Ayni kunlarda Xorazmda duv-gap tezyurar poyezdga chiqqanlarning taassurotlariga hamma quloq tutgan. Albatta, shu poyezdda Buxoro, Samarqand yoki Toshkentga boraman deganlar ham shubhasiz ko'pchilik. So'nggi yillarda turizmning iqtisodiyotdagi ulushi ortib boryapti va Xorazmda ham buni yaqqol guvohi bo'lishimiz mumkin. Ayniqsa mana shu vohaning driver sohasi sifatida bu chinakamiga bir rivojlanyapti, xalqning asosiy daromad manbaiga aylanyapti. Tonnellarni aytasizmi? Xiva shahrimizda 3 ta mahallasini shahar bilan bog'laydi. Umuman olgan paytda mana shu Xivamizdagi madaniy meros obyektlarini restavratsiya qilinganligi, mana shu kelayotgan sayyohlarning oqimiga juda katta ta'sir qiladi. Jumladan, Jaloliddin Manguberdi poyezdi haqiqatan ham poytaxtimizdan chiqib Xivaga juda qisqa davrda 7 soat ichida keladi. Bu albatta nafaqat Toshkentdan kelish, bu nafaqat mahalliy aholiga, bu Samarqand, Buxorodan kelayotgan sayyohlarni Xiva shahriga kelib, bizning Ichan qala muzey korxonamiz va boshqa madaniy meros obyektlari bilan tanishish uchun juda bir qulay ahamiyatga ega voqelik bo'ldi. Qolaversa, respublikamizda birinchi bo'lib mana pullik yo'l xizmati qurilyapti. Samolyotda kelgan turistlar ham shu aeroportdan to'g'ri manzilga yetib olishlari uchun juda katta imkoniyat yaratdi. Bitta turist kelsa, albatta bu qaysi Xivaga keladimi, viloyatimizga keladimi, shu turistni albatta juda katta unga sharoitlar, imkoniyatlar yaratish kerak. Hunarmand xalqimiz mana Ichanqal'ada deysizmi, mana mehmonxonalar deysizmi, ovqatlanish obyektlari deysizmi, hammasi mana shu sayyohlarimizga xizmat qiladi. Men o'ylayman shu bu yaratilayotgan sharoitlar xalqimiz juda xursand. Eng avvalo birinchi mamlakatimizda saqlanayotgan tinchlikni, qolaversa mana shu yaratilayotgan sharoitlarga labbay deb javob berib, mana shu yaratilayotgan sharoitlar qilinayotgan ishlarni hammasini yurakdan his qilib rahmatlar aytmoqda. Shu o'rinda ma'lumot, tez kunlarda ikkinchi poyezd harakati ham yo'lga qo'yilishi rejalashtirilgan, demak, undan foydalanish imkoniyatlari yanada kengayadi.